выходной bilan oyiga 110 ming, 120 ming rubl topishyapti. Yotoq joy tekin, registratsiyasi tekin, undan tashqari 2 mahal ovqat beradi, ovqati ham tekin do'stlar. Har hafta 3 ming rubldan 5 ming rublgacha avansi ham bor do'stlar. Juda ham ajoyib qulayliklarga ega. Bemalol qizlar ham, erkaklar ham kelaversa bo'ladi. Do'stlar, biz sizlarga ekranga zo'r rasmlarni qo'yib turib, ko'rsatuvchilarni aldab chaqirsak ham bo'lar edi, lekin Doniyor Fayz kanalida aldaydigan narsalar chiqmagan, bundan keyin ham chiqmaydi. Hurmatli Moskvada yurgan aka-uka opa-singillarimiz, agar sizga vaqtincha turar joy, ya'ni registratsiya va turdovoy dogovor xizmatlari bo'yicha yordam, maslahatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum qora ko'zlarim, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek men Doniyor, siz Doniyor Fayz kanaldasiz. Aka-uka opa-singillarimizga ish bor, ishni zo'ri diqqat bilan ko'rsalaringiz, hozir oxirigacha tushuntirib o'tamiz. Ko'zni quyosh yetyapti, o'sha uchun ochki taqib olaman, aybga buyurmaysizlar. Объясните братьям, какие у вас работы есть, именно где, с какими документами и сколько они зарабатывают? У нас работа в Москве, район Внуково. Работа комплектовщиком на складе. Очень популярная сеть. Выплаты у нас постоянные. Зарплата зависит от вас же, работа сдельная. В среднем у нас ребята получают не менее 4,5 тысяч рублей и выше. А максимум сколько получает? У нас рекордсмен 8 900 за смену. Do'stlar, hozir aytyapti, aka-ukalarimiz bu yerda o'rtacha 4,5 ming rubldan topishyapti ekan. Kuniga 6 ga 1 выходной, bir kun dam olasizlar, 26 kun ishlaysizlar. Agar xohlasalaringiz har kun ishlasalaringiz ham bo'ladi. 4,5 ming, 4200 rubldan topayotgan aka-ukalarimiz выходной bilan oyiga 117 ming, 110 ming, 120 ming rubl topishyapti. Bu degani 1,5 ming dollar to'g'ri uyga ketyapti degani. Nima uchun to'g'ri uyga ketyapti? Tushuntiramiz. Bu yerda yotoq joy tekin, registratsiyasi tekin, undan tashqari 2 mahal ovqat beradi, ovqati ham tekin do'stlar. Так, расскажите братьям, проживание, регистрация, что еще за счет компании? Проживание за счет компании, регистрация за счет компании, питание двухразовое у нас за счет компании. И, естественно, трансфер. Путь от любой точки Москвы до объекта тоже за наш счет на такси. Undan tashqari taksida ishxonaga olib borib olib kelish ham bepul. Просто sizlar nima qilasizlar? Patentga pul to'laysizlar bo'ldi. Qolgan pulni uyga otasizlar bo'ldi. Do'stlar, undan tashqari yana bir ajoyib qulay momenti bu yerda ayollar uchun отдельная komnata, erkaklar uchun отдельная komnata. Hozir ichkariga kirib ham ko'rsatamiz. Tualetlar, dushovoylar ham отдельно, juda ham zo'r. Bu ishimiz Vnukovo tomonidan faqatgina Moskvani patenti bilan kelishinglar mumkin. Без документов, iltimos bezovta qilmanglar. Расскажите братьям, если человек сегодня устроился на работу, да, первое число, когда же он получит первый аванс и первую зарплату? Зарплата, как я ранее говорил, у нас 2 раза в месяц. Первый период с 1 по 15 число у нас зарплата 30-го, с 15 по 30 зарплата 15-го. При этом у нас еженедельные выплаты в виде авансов. Каждую пятницу. Do'stlar, birinchi cheslo ishga kelib kirdingizlarmi? 30-cheslo kuni 15 kunliginglarni olasizlar. Undan keyin 2 haftadan keyin yana 15 kunliginglarni olasizlar. Har 2 haftada oylik olib ketaverasizlar. Har hafta 3 ming rubldan 5 ming rublgacha avansi ham bor do'stlar. Juda ham ajoyib qulayliklarga ega. Hozir ichkariga kiramiz, ozgina ko'rsatib o'tamiz. Undan keyin qolgan ma'lumotlarni berib videoni tugatamiz. Qani unda ichkariga ketdik. Так, внутри зашли, do'stlar, ichkarida biz mana mужская душеваяsi bor ekan, отдельно, ayollarniki ham отдельно ko'rsatamiz. Hozir bitta ichkarini ko'rsataylik. Birato'la shunday so'raydiganlar bo'ladi-da, ichkarilarni nima ko'rsatizman deb mana. Bu yer tualeti, u yoq dushevayda odam bor uchun kirmadik. Так, дальше продолжаем. Короче, мне больше понравилось, что тут душевая отдельно женская и мужская отдельно, правильно? Да, конечно, это необходимо для того, чтобы все себя чувствовали комфортно. Вот, mana. Женская туалет, туалет отдельно, женская душевая отдельно. Bemalol qizlar ham, erkaklar ham kelaversa bo'ladi. Shunaqangi sharoitlarni qilib qo'ygan, chiroyli, chotki, kulturniy joy. Bitta ichkariga kiramiz hozir. Вот таким комнатам будет наши братья проживать. Надо показать, как есть. Тут сколько человек будет проживать? Тут будет проживать 10 человек, но при этом у нас мало того, что свежий ремонт максимально, как можете посмотреть. Если наши братья хотят приехать сюда по 10, по 8 человек, сразу на одном комнате можете заселять? Без проблем. У нас это не единственная комната. Есть отдельно женские комнаты. Если, к примеру, идет компания из 5-80 человек, без проблем. Отдельную комнату всегда организуем. Do'stlar, mana eshitib turganlaringizda, agar 5 ta 10 ta aka-ukalar kelib turib, misol uchun qishloqdoshlar bo'ladi, ishlamoqchi bo'lsalar, shunday kelasizlar, kirasizlar, bitta komnataga joylashib ishlayverasizlar. Ayollar uchun отдельно komnatalari bor ekan. Женщина отдельно будет проживать, правильно? Да, все верно. Вот, eshitib turganlaringizdek. Вот это наша комната со свежим ремонтом. Как можете посмотреть, все постельные принадлежности еще упакованы
Никто на них еще не спал, все у нас максимально новое. В комнате у нас есть холодильник, места для хранения вещей личных. Есть где kушать можно? Да, у нас есть отдельная комната на каждом этаже для приготовления и приема пищи. Ovqatlanish uchun oshxonalari ham bor ekan. Do'stlar, biz sizlarga ekranga zo'r rasmlarni qo'yib turib, ko'rsatib sizlarni aldab chaqirsak ham bo'lar edi, lekin bunaqa ishni men shu kungacha qilmaganman. Bundan keyin ham qilmayman. Doniyor Fayz kanalida aldaydigan narsalar chiqmagan, bundan keyin ham chiqmaydi. Do'stlar, mana shunaqangi sharoitlarda yashashga rozi bo'lsalaringiz va quyidagi aytib o'tilgan hujjatlar sizlarda bo'lsa, Moskvani patenti bilan kelib bemalol ishlashingiz mumkin. Pastda WhatsApp raqamlar qoldirib ketilgan. WhatsAppga yozasizlar, bemalol kelib ishlayverasizlar. Sizlardan bitta iltimosim, faqatgina dokumenti bor aka-uka opa-singillarimiz murojaat qilinglar. O'zinglarni ham, bizlarni ham vaqtimizni bekorga ketkazmanglar. Dokumentinglarni tashab berganlaringizdan keyin proverkaga tashlaydi, 3 kun davomida ответ keladi. Polni hamma narsalar toza bo'lsa, sudimiz bo'lmasa, zapret deportlaringiz bo'lmasa, ishga chiqib ishlayverasizlar bemalol. Mana do'stlar, ko'rdingizlar, qo'limizdan kelgancha tushuntirdik, endi ochgina ham yechay ozgina. Keraklicha ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Pastda WhatsApp raqamlari qoldirilgan bo'ladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videoga bitta like bosing va videoni ish izlagan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Kelgusi videoroliklar ko'rishguncha salomat bo'linglar, qora ko'zlarim. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimizga ajoyib imkoniyat. Har bir soatda peshona ter bilan topgan pullaringizni tejab qolishni xohlaysizmi? Yurtingizga qulay kurslarda pul yuborishni-chi? Unda Mir privilegiya ilovasini hoziroq yuklab oling va pul yuborishni eng qulay yo'lini tanlang. Mir privilegiya ilovasining afzalligi shundaki, u sizga nafaqat Rossiya rubli pasayishiga, balki boshqa banklardan ham ko'ra ancha qulay kursni taqdim etadi. Pastdagi havola orqali yoki Play Market va App Store'dan Mir privilegiya ilovasini yuklab oling va Use promokodini ishlating. Use promokodini ishlatsangiz, yuborgan summangizga qarab 1000 rubldan 2000 rublgacha tejab qolishingiz mumkin. Use promokodidan foydalaning va pulingizni tejang.